Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, aka-ukalar, chorva ishqibozlari, arashan ishqibozlari akalar. Bugungi 4ta yo 5 ta sog'liq chiqaraman, qochganlaridan chiqaraman deb qolsa. Qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlarni beraman. Hafta kunimizga payshanba 2025-yil 16-oktyabr. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan shu Znamtinni o'zimni qo'ramdan qilyapman akalar. İsmim Abduqodir va Arashan qo'y kanalini egasiman. Videoni boshlab chiroyli like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring. O'tkazgan vaqtlaringiz achinmaysizlar inshaalloh. Xo'p akalar, bu birinchi qo'yimiz. Bu ikkitishga chiqarib qo'ygan adashmasam, kelganda qo'ziydi, ikkitishga chiqarib qo'yibdi. Hozir batafsil bo'ylarini o'lchab, ma'lumotlarni beramiz. Hozir oldin mana ko'rinishdan boshlab dumbalarni ko'rsataydi, keyin tishlarini, bo'ylarini ko'rsataydi. Hop, mana bu quyruq. Bu qo'y adashmasam akalar, oriq, aybi oriq, mana ozg'in, lekin uzun oyoq qo'llar uzun. Bu adashmasam Prinsdan qochib qolgan, arab bo'lganida chempion Prinsdan qochib qolgan. Nimagaki ayda yurganda bu qo'y. Shukur qochib qolgan. Yana Alloh biladi. Quloqlarini o'lchab ko'ramiz. Tishlarini ko'rsatib qo'yib. Sekin. Bugun shogirdim Mushbek ikkalamiz. Buni ham kanaliga obuna qo'yinglar. Ikki tish. Bu kelganda unchalik emas, tishi ikki tish. Aybi akalar ozg'in. Qarovtolar mana. Quloqlar zo'r. Voabshe ideal. Monchoqlari ham bor bo'yinda ikkita. Kalla zo'r, oq tumshuq. Quloqlar zo'r. Bo'ylarini ham bir qator o'lchab ko'rsataman hozir. Metrda olaydi. Bismillah. Bu yerdan akalar shu nechidirni ko'rasizlar, shunga pul bera olaverasizlar. Mana akalar, bundan ortiq ko'rinmaydi metr. Mana shu bo'yi, mana aybi ozg'in. Mana bugun junini olib qo'ydi. Mana terini ustida turibdi, mana ozg'in. Mana quyruqlari tikka. Bunaqa yotgan singan boshqa emas. Qochganiga lekin bir oycha ag'badi bo'lib qoldi. Quloqlariga ham bitta metr to'pga olaman. Quloqiga ham hozir bitta metr qo'ldan kelgancha mana shu ashiydan kalsudan qo'ying. Mana quloq. Mana shu yerdan kalsudan 19. To'xtatdim. Boshqa 2 metrdan o'lchab ko'rsatib qo'ying. Mana shu kalsu, mana shu kalsu. 19. Lekin tashlashi o'ta ideal, mana quloq tashlashi. O'ta mo'shni tashlaydi. Haligi ko'rgan odam quloq 22 mi deb tashlaydi quloqni. Mana. Mana shu holatda akalar. Uzoqdan borib umumiy ko'rinishini ko'rsatib qo'yaman. Mana uzoqdan ko'rinish qo'ydi. Xo'p akalar, bu birinchi sog'lig'imiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi dastavkasi bilan bo'ladigan narxi 7,5 millionga dastavka qilib yetkazib beraman. Hozir ikkinchi bo'g'ozlarga ko'rsataman. Xo'p, bu ikkinchi qo'yimiz akalar. Bu kecha qochdi, kecha keldi, lekin kecha qochib qoldi Bo'rzidan. O'zi turib o'zi qochdi. Video syomkalarida qilib qo'ydik. To'liq qochib bo'ldi, xudo xolasa. O'zimiz shu katta Bo'rzidan qochdi. Yosh 6 tishga chiqqan qo'y. Xudo xolasa buni ham hozir quyruqlarini ham ko'rsatib, ozgina hurkakroq ekan, o'zini tortib turibdi qo'y. Yana ham bo'g'ib olsang, mahkamroq bo'gsang. Quyruq. O'ta hurkak ekan lekin. Kallalari, quloqlari shunday lekin. Tishlari oltita, uni ham bo'yiga bir qator metr qo'yib ko'rsatamiz. Buning bo'yi o'tcha lekin, narigilardan ancha o'tcha. Mana bo'yi endi juni bilan turibdi avvalo. Qo'lini qo'ychi. Mana yerda o'zi qo'y cho'kib turibdi akalar. Qo'ling uchun tushir. Ha. 85 ga urasizlar. Hop. Mashq qo'y akalar. Bo'yi shu 85 ga yaqin, quloq 19. Quloq 19 qochgan. Shu Bo'rzidan qochdi. Aybi nuqsoni yo'q, to'xtalishga yemog'iga bir hafta kafolatini beraman. Shu narxiga keladigan bo'lsak, narxi
Hop, 7 million 800 mingga dastavka qilib yetkazib beraman, 78 ga. Ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar. Kela bu 3-sovlig'imiz, bu ham qochgan, 6 tish. Bu ham o'sha yoqdan, Roboygan qorasidan chiqqan qo'ylardan o'sha yoqda qochgan. Prinsdanmi yoki Karoldan qochgan, qaysi birligidan bilmayman. Lekin unda xolos qochgan. Nimaiki buni o'zi qildirganman. O'zi qildirganimga bu 15-20 kun bo'ldi. Uzuyda chiqqan. Uzuyda aka mana bir oydan oshiq bo'g'oz ekanda bergan. U bola endi oldigan bo'lsa, pulini harom qilib ketgan bo'ladi. Men ham shu uzuyda ko'rganimda aytaman, bo'g'ozda beraman. Chunki bu qo'yni kelganiga уже 2 oy bo'lyapti. Roboygan qorasi bo'lgan, shu katta qo'chqorlarni bo'lgan. Hozir buni ham batafsil orqalarini ko'rsatib, bo'ylarini, boshqalarni ko'rsataman. Hop, dumbalari bu. Razrezlik. Solo ortiqcha katta emas, lekin kichkina qo'yam emas. Tishini ham shu ushlab turib o'zim ko'rsataman. Bu yomorroq, haligi hurkakroq. Ikki tish qo'y ekan bu jonivar. Men buni 6 tishda yuribman, shuncha paytlar. 2 oydan beri 6 tishda yuribman shu qo'yda. Mana. Toza ikki tish. Men bu qo'ydi hammamiz buni bitta men emas, hammamiz buni 6 tishda yurardik. 6 tish bu qo'yda yurardik. Mana Qirg'iziston baldoqlari bilan KG 68-75 2 tish. Demak, bu qo'y birinchisiga bo'g'oz, xudo xolasa. Endi bo'g'oz, qisir, Alloh biladi, o'z uydan chiqqan lekin qochganligi. Hozir buni ham bo'yiga metr qo'yib ko'rsataman. Sensatsiya bo'ldi-yu, ha? Ushlab tur. Akam ushlab tur. Bo'yiga metrdan qo'ysak, mana shu bo'yi. Mana shuni ko'rib olaverasizlar. Mana bu tomondan ham, mana bu tomondan ham. Ashunga pul bera olaverasizlar. 2 tish bo'yi shu. Qulog'i menimcha chiqsa bir 19 atrofida chiqsa kerak, 18-19 chiqadi. Orcha katta emas mana. Qulog'i orcha katta emas. Bo'yi yaxshi, lekin bo'y baslari zo'r. Mana orqa razrez. Yopiq dumba emas, haligiga. Xo'p, xullas akalar, mana shu qo'y boricha ko'rsatdim. Xo'p, narxi ulardan ko'rsa balandroq. Chunki o'zimizga ham baland kelgan bu qo'y. Narxini 9 millionga dastavka qilib yetkazib beraman. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna ko'rasizlar. 9 million so'm narxi.